Assalomu alaykum. Qibray tumani axborot kutubxona markazida bugun kitobxonlik haftaligining 3-kuni. Kitobxonlik haftaligining 3-kuni munosabati bilan hududlar kesibida eng yaxshi kitobxon o'quvchi ko'rik tanlovining final bosqichini o'tkazmoqdamiz. Tumanimizda va barcha ta'lim muassasalarida kitobxonlik haftaligiga oid tadbirlar keng miqyosda o'tkazilib kelinmoqda. Assalom ustozlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramand yoshlar, biz sizga keltirdik oliy bir iymon kim otashin salom. Qadrdon maktabim nurli koshonam, ilm chashmasiga qonib boraman. Qisqa so'zda ko'p ma'no ifodalash mahorati egasi mashhur hikoyanavisi Abdulla Qahhor. 16-savol. She'riy ertaklar yaratishda yuksak mahorat ko'rsatgan adib Hamid Olimjon. 23-savol. Mashhur yozuvchi Pirimqul Qodirovning romani Yulduzli tunlar va avlodlar davoni. Saytmatov 1988-yil 12-dekabrda Qirg'iziston viloyatida tug'ilgan. Uning eng yirik va dunyo miqyosiga chiqqan asarlardan biri Oq kema sari. Mikrofon bilan radio orqali kitoblarni o'qib berish. Chunki oldinlar shunaqa bo'lgan, bizlar maktabimizda ham qaysidir shunaqa qilmoqchi bo'lganimizda muammolar chiqib qo'yib qolgan. Keyin maktablarda o'quvchilarga yoki bo'lmasa boshqa insonlarga bitta sinfga bitta kitob berib, uni tahlil qilish kerak. Chunki hamma kitob o'qisin, ularning dunyoqarashi shakllanadi, yaxshi bilan yomonni farqlashni o'rganadi, gazetxon bo'lsin, jurnalxon bo'lsin deyishyapti. Chunki g'oyasi bo'lmagan insonni, mamlakatda g'oyasi asosida shakllanmagan insonni har xil yo'llarga burib ketish oson bo'ladi. Tanlovning final bosqichida birinchi o'rin egallaganligi uchun O'razbayeva Zarina Arabboy qizi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Bu qizimiz 289 ball bilan jam hisobida